Buddist qarindoshlarda ancha ko'p farqlanmaydi, ammo har qanday ishning yuz berishidan nuqtai nazar, qat'iy nazar, davlat va xalqning ma'rif ishlari, diniy jamiyat tartib va yerlik ma'muriyatning cho'ng huquqini o'z qo'lida tutib turgan keng mulki o'qiyamadim, kechiringlar, tutib besilibdi. Cezmen özünün kundalik xizmatlarının müddetinden çıkışı zarur. Şunu derhal size veriş mümkün ki ezelden kişilerin ko'nglini o'ziga kuchlik jalb qilolmagan bir hükümet faqat cheklik sondagi odam bilanla o'z ishini idora qiladi ekan. Demak, xalqning ra'yikasi hükümet qanday bo'ldi? O özünün qiyinchiligini hal qila olmaydi. Iqtidorli kishilarning o'rnini to'liqlash manbasini ya baldur ya keyin xo'rsinib Xoritib tugitidi yoki ko'nglida norozilik saqlab kelgan xalqning isyon ko'tarilishiga sababchi bo'lib berdi. Mundaq bir amaliy paketni hamisha asli tutmaganda Yoqub Bey hukmronligining sirini tushunish mumkin emas. Uning musulmonchilik jihatdagi qattiq an'anachiligi va uning mamlakat ichida shariat ahkomlarini zo'rlik bilan ijro qilishi, uning diplomatiya jihati kuchining muhim omili bu ishga nuqta mamlakat ichida uni zolim podshoh o'rniga tushirib qo'ydi. Va xalqning uning hukmronligi bo'lgan har qanday qizg'inligiga to'salg'u bo'lib berdi. Akıllı tabiqisi ve encellik talvelerden başka adamlarda şundak zor dini kızgınlıktan buluşunu atayın. Xuddi Buxaralıqlar bilan Afganlarning hammasini musulmon talveler deyilse to'g'ri bo'lmagan edi. Qashqariyaliklarning hammasini musulmon talveler deyilsimi to'g'ri bo'lmagan bo'ladi. Qashqar shahrida oqsunyaklar yoki boy amaldorlar tabiqiston bo'lmaganligini hisobga olmaganda yana mundaq bir xil g'alati ahvol mavjud edi. Ya'ni qoid usullar intayin keng edi. Kishilarning kiyim-kechki va marika murosimlari to'limi oddiy edi. Darvaqa Qashqarga kelgan har qanday bir sayyohning orada akabirlarning bayoshat turmushi va esil to'llari haqida qilgan gap so'zlarini anglamadik. Hatto Ataliq G'ozining eng ishonchli va atoqli arboblaridan Hoji To'ra, ya'ni Seyit Yoqub xon bilan Yarkanning hokimi Muhammad Yunus qatorli ikki zot yuksak o'ringa ega bo'lsa-mu, ama ular ordada o'zlaridan tuvan turadigan boshqa amaldorlarda ancha farqlanib ketmaydi. Padişahlık qo'shinidagi ba'zi ofitserlarning Bulg'ordan tikilgan oddiy harbiy kiyimlarga ajdahoning rasmi mashhud bilan kashtilangan edi. Po'cha taqlabdi. Bu ehtimol junguliqlardan qolgan bir odat bo'lishi kerak. Qashqariyalik mashhur zotlardan faqat Hoji To'ralar yaqinda davlatimizga ziyoratga keldi. Angliyaga. Bu zot ilgari Rossiya, Turkiya va Hindistonni ziyorat qilgan bo'lib, uyiga Yevropada ishlangan hashamatli ko'rkam buyumlardan olg'ach kelgan edi. Lekin uni doğruğalla ancha ko'p bo'lmadi. Bu ishlarni umumyuzlik yo'l qo'yish uchun u bir mahal tirishib boqqan bo'lsa-mu, lekin bu ishlar asta ko'zdan g'oyib bo'ldi. Yurt mo'tabarlardan yuqori qatlamdagi kishilar odatdagi uchiga kamzol, ostiga galapi, shim kiyatdi. Ustiga adiyalda qalim paridi yepini oladi. Dehqonlarning kiyimi bundan ko'p farqlanmaydi. O'xshamaydigan birlari ular odatda qo'y terisidan tikilgan ko'rak jova kiyib oladi. Amir oddiy, sodda kiyinishning o'lgisi edi. Amirning xizmatchilari qo'ldan ish keladigan odamlar bo'lsa-mu, lekin ular o'zlarining podshohidan farqlanib turishni hargiz xohlamaydi. Uning ordisidan hashamatlik bo'lishi jihati nuqsonlarni ordida bo'lib qo'yilgan bir ulush mukammal qoida usullar va kishilarning bu hukmron ham uning diniga bo'lgan yuksak izzat hurmati to'ldirib ketadi.
Emir devlet erbaplarının salamını her günü digidek üzünün kubulxanısıda aşkarı kubul kılattı. Moşu çağdı kişiler tüvendin kelgen erzlerini ve kattık cazalaş teyişlik bolgan işler doğrusun iltimaslarını onunla sunattı. Onun şagvari yani harbi yani harcı işler katibi Hindistan yakı Rusya, Afganistan yakı Tungallar bilen bolgan münasebetke ayır en ciddi işlerini onun da kılattı. Şagvari. Onun da kılattı. Salam vaxtida payitaxtı bulup atkan yerlik emeldarlarının hemmisi hazır bulattı. Ularning içinde ba'zilari hükmüranға məxsus salam bergili kelgen bolsa ba'zilari joylarning hükümet işlerden dokulat bir iştin kiletdi. Emirden bir netçe hem söhbeti yani Abdullah'a okşaş yakın adamlardan başkalar emirden huzurda oturalmaydı. Emirden huzurda oturalaydığın aşağı hem söhbetlerime padişahtın məlum arlık koyup oturattı. Yekilişiş imkaniyeti igi bolgan purala emirge izzet, ikram ve mulayimlik bilen tazim beca keltirip tekellüp bilen turattı. Onun oğlu Bekkuli bey purala bilen muamele kılganda edep kaydı alaydı dikkat kılattı. Hatta onun bir tuqqan aksi hacı türdek tecrübelik ve nesep cihet, hürmetke layık alaylı bir adam mı özüne ezelden bu yaş zalim padişah bilen okşaş orunda koymaydı. Onun bilen sözleşkendi özünü küçük bil, kemter ve mulayim, itaatmen tutattı. Biz ilgiligen akbarat asasen mundak perez kılışka boludu ki bundak zalim siyaset bu hükmüran cemiyetinin ceng meydanındaki batırlığı ve mehbiyet hanedeki alaylı iktidarıga tayinip ilişken yakşı obrazının hemmisini bütünle yok çıkarıp etken idi. Demek Alpri de son diye yazgıcı şundak diyen iken. Kaltı tasvirlep de padişah ordusuna hürmet tüketen de Yakup Bey'nin